Birinchi savol: amortizatorlar qayerniki? Keyingi savol Mansuroni manzillari haqida beriladigan savollar ekan, ya'ni yetkazib bera olasizmi? Keyingi savol Nexia eshitdingizmi nech pul degan savol. Keyingi savol kolodkaga garantiya berasizmi? Ovoz chiqarib qo'ymaydimi? Assalomu alaykum akalar. Biz o'zimizni Instagram ijtimoiy tarmog'imizni kommentariyalari va direktlariga beriladigan kundalik hadavoy savollar reytingini tuzib chiqdik. Eng ommabop savollarga men hozir ommaviy eshittirish, ya'ni javob qilaman. Balki sizni ham mana shu savollar qiziqtirib turgandir. Birinchi savol: amortizatorlar qayerniki? Amortizatorlarimiz Xitoy davlatida ishlab chiqariladi. Chunki Koreya o'zi kichkinaroq davlat bo'lgani uchun Koreyada juda ko'p zavodlar yo'q, sanoqli zavodlar bor. Xususan Mansuroni metallический tormoz kolodkalari va switch проводalari Koreyada chiqadi, lekin qolgan avtoehtiyot qismlari, amortizator, granata va shunga o'xshagan ko'p avtoehtiyot qismlarimiz Mansur brendiniki Xitoyda eng ishonchli, eng sifatli zavodlarida 1 oylik yoki undan da ko'proq kafolat bilan ishlab chiqariladi. Keyingi savol Mansuroni manzillari haqida beriladigan savollar ekan, ya'ni palonchi joyda bormi, ikkinchi joydan qanday olsa bo'ladi. Mansuroni rasmiy filiallari hozircha Qo'qon shahar, Mastona, ya'ni hozirgi yangi nomi Baraka avtoehtiyot qismlar bozorida, ikkinchi rasmiy do'koni Toshkentda Sergeli 225 do'kon Sergeli bozorida, uchinchisi Andijonda Bog'i Shamol avtoehtiyot qismlar bozorida 122-do'kon hamda 4-si Samarqand shahridagi yangi avtoehtiyot qismlar bozorining 6-sektor 3-magazin va 5-yangi filialimiz Xorazm viloyati Urganch shahrida joylashgan bo'lib, ushbu filiallarimizdan siz ulgurji miqdorda avtoehtiyot qismlarini xarid qilsangiz bo'ladi va o'sha bizning filiallarimiz atrofidagi hududlarda joylashgan bo'lsangiz, biz sizga ulgurji miqdor uchun yetkazib beramiz ehtiyot qismlarini. Keyingi dolzarb savol: yetkazib bera olasizmi? Biz hozir aytib o'tganimizdek, ulgurji miqdorda xarid qilsangiz, biz sizni do'koningizgacha yoki skladingizgacha O'zbekiston hududi bo'ylab bepul yetkazib beramiz. O'zimizda har bir hududga yuradigan kun tartiblarimiz bor. Lekin sizga donabek kerak bo'lsa, siz biz rasmiy filialimizga tashrif buyurib, arzon narxlarda xarid qilishingiz mumkin yoki-da hozirgi kunda bo'lib qolgan yangilik Uzum marketdan Mansuroni ofitsialniy sahifasi bor. Mansuroni Uzum marketda, o'sha yerdan siz arzon narxlarda xarid qilib, o'sha o'zingizga eng yaqin bo'lgan Uzum market punktigacha yoki-da kuryer orqali chekizgacha hattoki bo'lib berishga sotib olsangiz bo'ladi. Keyingi savol: Nexia eshitdingizmi nech pul degan savol. Nexia eshitdingizmi Optimga, ya'ni ulgurjiga biz ulgurji miqdorda sotamiz. Biz narxini bitta ayta olmaymiz. Lekin olib yurishgan do'kon egalari bilishadi, arzon. Donaga siz agar mashinangizga qiziqqan bo'lsangiz 590 ming 600 ming so'm atrofida sotib olsangiz bo'ladi. Yo bizning birorta rasmiy filialarimizdan yoki Uzum marketdan, yo bizdan xarid qilgan xohlagan atrofingizdagi istiqomat qiladigan joyingiz atrofidagi magazinlardan so'rasangiz mana shu narx atrofida bo'ladi. Va bu Koreyaniki, bagaj bas 4 ta eshikdi o'zi. Keyingi dolzarb savol: Keyingi savol kolodkaga garantiya berasizmi? Ovoz chiqarib qo'ymaydimi? Kolodka juda nozik soha. Biz albatta kolodkalarimizga kafolat beramiz, agarda ayb kolodkada bo'lsa. Ko'pincha biz o'sha tomonda, ya'ni super tomonda faqat kolodkani taniganimiz uchun ovoz yoki birorta noqulay bir tovushlar chiqsa, biz faqat kolodkadan ko'ramiz. Lekin bu yerda oporniy disk, super muammolar bo'lishi mumkin va ovoz aynan kolodkadan chiqmayotgan bo'lishi mumkin. Yoki-da oldinga qo'yilgan sifatsiz kolodka oporniy disk hamda superga zarar yetkazib qo'ygan bo'lish ehtimoli ham bor. Shuning uchun sizga o'zingizga eng ma'qul kelgan ustaga ko'rsatib, yaxshilab tashxis qo'ydirib, hamma yo'g'ini tekshirtirib, ana undan keyin agarda ayb kolodkada bo'lsa, kolodkani almashtirishingizni va almashtirganingizdan keyin mana shu ovoz chiqayotgan bo'lsa, agar usta tasdiqlasa yo'q kolodkada deyilsa, biz albatta bir hafta muddat ichida, buning bir haftada ma'lum bo'ladi. Xohlagan biz rasmiy filialimizga yoki sotib olgan joyingizga murojaat qilishingiz mumkin yoki ishonch telefonlarimizga telefon qilib siz uni almashtirib olsangiz bo'ladi. Chunki biz bu kolodkani juda ham katta ob'yomda sotamiz, kamdan-kam muammo bo'ladi. Aynan mana shu donabek xarid qilgan mijozlarimiz bilan ko'pincha muammo va tushunmovchiliklar bo'lib turadi. Endi hozir yana ko'p savollar bor, lekin asosiy takror beriladigan savollar hozircha mana shular ekan. Biz yana keyingi sonlarimizda, keyingi videolarimizda yana shunaqangi ommalashgan savollarga javob berib o'tishga imkon qadar harakat qilamiz. Eslatib o'tamiz, Mansuro bizga sifat muhim.